Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Sizlar bilan yana bitta hikoyani boshlayapmiz. Ikkita qismga bo'lingan bu hikoya Rabindranath Thakurning Shubha hikoyasi. Ya'ni nima uchun shubhani yumshoq h bilan yozmayapmiz? Aynan h bilan yozyapmiz, chunki gap shubha gumon haqida emas, balki Shubha ismli qiz haqida. Va siz suratda Hindiston vijdoni deb ataladigan, Hindistonning madhiyasini yozgan, kuyni ham matnni ham yozgan Rabindranath Thakurni ko'ryapsiz. Mutolaadan oldin sizga quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Keling, o'quvchilardan so'rab ko'ramiz shuni. Avtomashinalar orqasidagi mana shu belgini bilasizmi? Ba'zilar mashinaning orqasiga shunaqa belgi qo'yib qo'yadi. Bu nimani bildiradi? Ya'ni bu belgi o'sha haydovchi qulog'i eshitmasligini, aytaylik, unga signal chalib boshqa qilib bezovta qilish hojati yo'q, qulog'i eshitmasligini bildiradi. Yoki yana bitta savol bilan murojaat qiling. Sinfingiz, maktabingizda jismoniy imkoniyati siznikidan farqli bo'lgan o'quvchi bormi? Sizning va sinfdoshlaringiz unga munosabati qanday? Ya'ni inklyuziv ta'lim deb ko'p gapiryapmiz oxirgi paytlarda. Ya'ni oldin jismoniy imkoniyatlari cheklangan bolalar alohida maktablarda o'qigan bo'lsa, hozir bularni bolalarga qo'shish kerak. Sog'lom bolalar va jismoniy noqis bolalar birga o'qish kerak degan qarashlar ham bor. Mana shu belgi ham aytaylik, mana shu gung deymiz, qulog'i eshitmaydigan va gapirmaydiganlarning harakatlari orqali suhbatlashish, ya'ni bu ularning yozuvi. Va mana shunaqa bolalarni ko'rsangiz, qanaqa qaraysiz? Aytaylik, kimdir ehtimol cho'loqlanar, kim ehtimol ko'zi ko'rmas, kimdir quloqi eshitmas, kimdir gapira olmas. Mana shu odamlarga qanday munosabatda bo'lasiz? Va shundan keyin hikoyaga o'tsak bo'ladi. Qizchaga Shubhashini, shirin zamon deb nom qo'yganlarida uning soqov ekanini kim ham bilibdi deysiz? Uni ikki egachisiga, egachi opa degani, Shukeshini, Zulfizar va Shuhashini, xushtabassum deb nom qo'ygan edilar. Ya'ni bittasi chiroyli kuladigan, bittasining sochlari chiroyli va unga shirin gapiradigan deb qo'yishgan. Binobarin otasi ohangdoshlik uchun kichigiga Shubhashini deb nom qo'ygan edi. Ya'ni qofiya qilmoqchi edi xolos. Uni qisqartirib Shubha deb chaqirardilar. Demak, siz suratda buni sun'iy intellekt chizgan surat bu. Shubhashinini ko'rib o'tiribsiz, ya'ni hind qizi, chiroyli, lekin shirin zabon ismini ma'nosi, lekin gapira olmaydigan soqov qiz haqidagi hikoya bu. Katta qizlarni odat bo'yicha ko'p taraddud va xarajatlar bilan ergib berdilar. U kishi qizning taqdiri ota-onani qattiq tashvishga solib qo'ydi. Odamlar gapirmagan kimsada hissiyot ham bo'lmaydi deb Shubhaning taqdiri haqidagi tashvishlarni uning oldida ro'y-rost so'zlayveradilar. Ya'ni Shubha gapirmasdi, lekin eshitardi. Ya'ni u eshita olardi, lekin gapira olmasdi. Odatda gapira olmaydiganlar eshitmagani uchun gapira olmaydi. Ya'ni gung deydi bunaqa odamlarni. Lekin u gungmas edi, ya'ni u eshitardi, faqat gapira olmasdi. Qizcha dunyoga kelishi oilaning boshiga yog'gan la'nat bo'lganini bolaligidan sezgan edi. Shuning uchun odamlardan o'zini chetga olib, doim yolg'izlikka intilardi. Hamma uni birdan esdan chiqarib qo'ya qolsa, unga ancha yengil bo'lardi chog'i. Biroq o'z musibatini kim ham esdan chiqarib olardi? Ota-onasi shu haqda o'ylagan. Ya'ni tasavvur qiling, bu Hindiston go'yoki boshqa jamiyat, boshqa millat, lekin bizga juda ham o'xshaydigan, bizga yaqin jamiyat, bizga o'xshab ketadigan qadriyatlar. Ya'ni bizda ham mana shunaqa, agar sog'lom bolalarning ichida bitta nosog'lom farzand bo'lib qolgandek bo'lsa, o'sha bola o'zini jamiyatdan ajralib qolgandek his qiladi, yolg'izlikka intiladi, baxtsiz his qiladi va ota-ona ham qaysidir shu bolasiga achinadi-yu, lekin shunaqa bolasi bo'lmasligini xohlaydi. Ayniqsa onasi hammadan ko'proq iztirob chekardi. U qiziga qarab o'zidan nomus qilardi. Qiz degan onaga o'g'il boladan ko'ra hamisha yaqinroq bo'ladi-da. Qiz bola ona vujudining bir qismi. Undagi har qanday nuqson onani nomusga qo'yadi. Ko'rasizmi, onasi bolasi soqovligi uchun uyalyapti. Ya'ni mana shunaqa o'ylaydigan jamiyat. Otasi Bani Kontha hamma qizlardan ham Shubhani yaxshi ko'rardi. Onasi esa aksincha unga uncha ro'yxo'sh bermasdi. Ko'rasizmi, onasi hadeb aytaylik, soqov qiziga otasi boshqacharoq mehr qo'ygan bo'lsa, yaxshi ko'rsa, onasi ko'p ham uni yaxshi ko'rmas ekan, uni unchalik jini suymas ekan. Go'yoki onasi sog'lom farzand tug'a olmagandek, o'zini kamsitilgandek his qiladi. Go'yoki mana shu nosog'lom, deylik, qolgan bolalarga qaraganda nosog'lom qizi uni oilasidagi bir nuqsondek, aybdek onaga bu malol kelyapti. Shubha tildan mahrum bo'lsa ham, lekin ko'zlari qora, shahlo, kipriklari uzun, lablari qiz qalbida tug'yon urgan hislarni aks ettirib, gul bargidek titrab turardi. Qarang, bu qanaqa chiroyli ifoda. Garchi tarjima bo'lsa ham, tarjima ham juda chiroyli. Rabindranath Thakur ham shoir, ham yozuvchi. Shuning uchun nasriy asarlarda ham shoirona ifodalarni ko'rishingiz mumkin. Fikrimizni birovga bayon qilish uchun qanchadan qancha urinamiz.
yetarli darajada ravshan bayon etolmasak fikrimizni noto'g'ri tushunadilar, ammo qizning qora ko'zlari so'zga muhtoj emas. Kimki soqov bo'lib tug'ilsa, unda til vazifasini titroq lablar bilan ko'z bajarar ekan. Ya'ni u gapira olmaydi, lekin butun dardini, iztiroblarini ko'zlari orqali ifodalab bera oladi deb aytyapti. Shubha Chandipur degan qishloqda turardi. Bengaliyaning ko'p joylaridagidek bu yerdan ham kichkinagina bir daryo oqib o'tar. Bu daryo o'rta tabaqaga mansub qizlardek odob saqlab, o'zining tor qirg'oqlaridan sira oshib toshmasdi. O'xshatib chiqaring, daryoni o'rta tabaqadagi qizlarga o'xshatyapti. Ular kamtar bo'ladi, ya'ni boylarga o'xshab o'ziga bino qo'ymagan. Bu qimmatli daryo qishloq oilalarining teng huquqli a'zosi singari o'z qirg'oqlaridagi qishloqlarga astoydil g'amxo'rlik qilardi. Banikont xaning hovlisi daryo qirg'og'iga tutashar, yonidan suzib o'tgan qayiqchalarga poxol bilan yopilgan saroy, molxona, ombor, tamarin daraxtlari, siz surat shu daraxt ko'ryapsiz, va butalar bilan ihota qilingan bog'cha bemalol ko'rinib turadi. Ihota qilish degan daraxt bilan o'rab qo'yilgan degan. Lekin bu to'la to'kis ro'zg'orda soqov qiz borligini birovlar bilarmikin? Buni ayta olmayman. Ya'ni Banikxonda o'ziga to'q oila edi, ya'ni kambag'al emas, o'ziga to'q yaxshi oila edi. Ya'ni uni hovlisi daryoga tutashgan. Agar daryo bilan suzib o'tib e'tibor bersangiz, uni uyini ko'rasiz, molxonasini ko'rasiz, omborini ko'rasiz. Ya'ni chiroylikkina edi, ya'ni o'ziga to'q oila edi. Ya'ni Hindistonda ham xuddi bizga o'xshab deylik, odamni jamiyatdagi obro'si, mavqesi uni boyligi bilan, uy joylari bilan, qulay sharoitlari bilan o'lchanadi. Shuningdek, sog'lom farzandlar bilan ham. Shubha ishlarini bitirib darhol daryo qirg'og'iga borardi. Bu yerda tabiat baxtsiz qizning yarimda ko'ngliga malham bo'lar, u bilan go'yo suhbat qurardi. Suvning sharillashi, odamlarning ovozi, qayiqchilarning qo'shig'i, qushlarning sayrashi, daraxt yaproqlarining shitirlashi bir-biriga qo'shilib shubha qalbidagi sevinchga quyilib, bolaning hayajonli, ammo mangu sokin yuragiga to'lqinlar sadosida kirib borar. Tabiatning bu bo'g'iq suroni va bu harakat soqov qizning tili edi. Yaproqlarda chigirtkalar chirillab turgan daraxtdan tortib to osmondagi sas sadosiz yulduzlargacha hamma narsa uning kipriklari soya tashlagan shahlo ko'zlarida aks etar edi. Qarang, shoirona chiroyli jumla bu qanaqa. Ya'ni uni chiroyli ko'zlarida butun tabiatni ovozini, aks sadosini ko'rish mumkin edi. Shubhani bu xonadonda asosiy o'rtog'i ikkita sigir bo'ladi. U sigirlarni juda ham yaxshi ko'radigan bo'ladi. Molxonaga borib ularni quchoqlab, ularga dardini aytadigan bo'ladi va undan tashqari yana echki bilan mushuk ham bor edi. Lekin shubha ularga unchalik mehr qo'ymagan. Shunga qaramay ular ham shubhaga mehribon edilar. Mushukcha qizni yumshoq tizzasiga chiqib o'tirsin, u nozik panjalari bilan bo'yni, orqasidan silaganda hurilib yotishini juda yaxshi ko'rardi. Tasavvur qiling, ya'ni u jonivorlarga mehr qo'yyapti, ikkita sigirni va mana shu mushugini yaxshi ko'ryapti. Oliy mavjudot orasida, ya'ni odam aytyapti, shubhaning bir o'rtog'i bor edi. Ularni bir-biriga bog'lagan narsa nima ekanini aytish qiyin, chunki unga do'st bo'lgan o'g'il bolaning tili bor edi. Bu esa ularning umumiy til topishlariga xalaqit berardi. Gonshayning kichik o'g'li Pratap juda yalqov bola edi. Ota-onasi unga bir hunar o'rgatamiz deb juda ko'p urinsalar ham hech qanday natija chiqmadi. Oxiri noumid bo'lib, bo'lmaganga bo'lishma maqomida uni o'z holiga qo'yib berdilar. Ya'ni bo'lmaganga bo'lishma bizning Andijon tomonlarida ishlatiladigan maqol, ya'ni bo'lishma degani, yon bosma degani, ya'ni qo'l siltab qo'yilgan odamni bildiradi. Endi Pratap degan bitta erkatoy yalqov dangasa bola bor edi. Ana shu yalqov dangasa bola bilan shubha o'rtoq ekan. Ammo bekorchi xo'jalarning bir xislati bor. Uydagilar ularni qancha urib so'ksa ham o'zgalar ularni albatta yoqtirib qoladi. Yalqovlar hech qanday ish bilan bog'liq bo'lmaganlari uchun go'yo jamoat mulkiga aylanadilar. Har bir shaharga bir saylgoh zarur bo'lgandek, bu qishloqda ham bitta-ikkita takasaltang bo'lar ekan. Ular yo o'yin kulgi ishqibozlarning xizmatida, yo yalqovlarning suhbatida band bo'ladilar. Ya'ni hamma qishloqni, men bolaligimda boshqacharoq gap borda, hamma qishloq o'zining jinnisi bo'ladi degan. Ya'ni ko'chalarda shunaqa o'ziga o'zi gapirib bergan bitta jinni bo'ladi. Bu aytyaptiki, hamma qishloqning o'zining bitta bekorchi xo'jasi bor, deyapti. Ya'ni shetda qilib yuradigan bekorchi xo'ja bor, u jamoat mulki. Bir u bilan gaplashadi, bir bu bilan gaplashadi. Aytaylik, tasavvur qiling, siz qassobsiz, novvoysiz, biror ish bilan shug'ullanasiz, bitta bekorchi xo'ja sizga kerak. U kelib sizni gapga soladi, gaplashib o'tirasiz, ya'ni hayotingizni to'ldirib turadi, u hech balo qilmasa ham o'zi. Partapam shunaqa odam edi, deyapti. Uning asosiy mashg'uloti qarmoq bilan baliq ovlash edi. Bu ishga u juda ko'p vaqt sarf etardi. Uni hamisha daryo bo'yidan topish mumkin edi. U shubha bilan xuddi mana shu yerda uchrashib turardi. Pratapga har qanday ishda ko'ngilli sherik kerak. Baliq ovda esa tilsiz sherikdan yaxshisi bormi? Shuning uchun Pratap shubhani qadriga yetardi. Tasavvur qiling, shubhani uyi daryoga ulangan, bir chekkasi daryoga borib tashladi. Pratap esa daryo bo'yida qarmog'i bilan baliq tutadi va gapirib borsangiz baliq qochib ketib qoladi.
baliqlarga xalaqit bermaslik uchun jim o'tiradigan bo'lishi kerak. Ana shu jim o'tiradigan odam bu shubha, chunki u soqov gapirmaydi. Mana shu soqovligi go'yoki ularni birlashtirardi. Boshqalar qizni shubha deb atasalar, bu unga juda yaqin ekanini ko'rsatish uchun sodda qilib shu deb chaqirardi. Ya'ni uni shu deb chaqirar ekan. Protap odatda shubha tamarin daraxt tagida o'tirar. Protap esa sal nariroqda qarmoq solardi. Protapning betel chaynash odati bor. Men qidirib ko'rdim betel nimaligini. Mana shu barg ekan, siz ko'rib turgan. Hindlar, bengallar ham mana shu betel daraxtini bargiga nimalarnidir solar ekanda, yer ekan. Ichiga aytaylik, yemishlarni solib, o'rar ekan, shu barg bilan qo'shib bergan. Qizcha o'rtog'i uchun bu narsani o'zi tayyorlaydi. U Protapni uzoq kuzatib, unga biror narsa bilan ko'maklashishini chin ko'ngildan istar. Uning uchun ajoyib bir ish qilib yigitchani bu qiz ham yer yuzida ortiqcha emas ekan deb o'ylashga majbur etmoqchi bo'lardi. Ya'ni u ham men hayotda borman, kerakman mana deb o'zi uchun mana shunaqa e'tirof kerak edi. Shuning uchun Protapga yaxshilik qilmoqchi bo'ladi. Protap atrofida o'rlashib yuradi. Biroq shubha hech narsa o'ylab topolmadi. Shunda u Tangridan do'stini taajjubda qoldiradigan biror katta ish qilish uchun o'ziga kuch-quvvat tiladi. Toki Protap hayrat bilan qarang-a, shubhani qo'lidan bunaqa ish kelar ekan deb sira o'ylamagan edim deb yuboradigan bo'lsin deb iltijo qildi. Ya'ni u o'zicha ichida so'rayapti. Nima qilsam shu Protapni hayron qoldiraman deyapti. Endi Protapga yoqmoqchi bo'lyapti. Hikoyani hozircha shu yerda tugatyapman. Siz bilan keling, xulosa qilib ko'ramiz. O'zini yolg'iz his qiladiganlar jonivorlar bilan do'stlanadilar. Ya'ni birinchi xulosa. Agar oq kema qissasini o'qigan bo'lsangiz, oq kemada ham bola durbin bilan gaplashadi, portfel bilan gaplashadi, toshlar bilan gaplashadi. Ya'ni jamiyat o'ziga qo'shmagan odammi? Keling, mana bundan boshlaylik. Jamiyat odatda o'zidan o'zgacharoqlarni ajratib qo'yadi. Ya'ni biz hammamiz ko'zimiz ko'radigan bo'lsa, ko'zimiz ko'rmagan odamni ajratib qo'yamiz. Biz hammamiz yura oladigan bo'lsa, yurishga qiynaladigan, oqsoqlanadigan cho'loqlarni ajratamiz. Biz hammamiz qulog'imizda eshitadigan bo'lsa, eshitmaydiganlarni o'zimizdan ajratamiz. Mana shu biz ajratib qo'ygan odam bizdan bezib qoladi-da, u jonivorlar bilan o'rtoq bo'ladi. Sigir bilan, mushuk bilan, kuchuk bilan. Jismoniy noqis insonlar nafaqat begonalar, balki o'z oila a'zolari ham ajratadi. Muammo shundaki, nafaqat u odamlarni jamiyat qo'shni ajratadi, sinfdoshlari, balki o'zini oila a'zolari ham ajratadi. Ya'ni o'zini uyda ham o'zi istaganchalik qadr topmaydi. Gapira olmaydigan insonlar emas, eshita olmaydiganlar bor. Ya'ni e'tibor bersangiz, to'g'ri shubha gapira olmaydi, lekin u ko'zlari bilan gapira olardi. Yaxshilab harakat qilsangiz, ularni eshita olsangiz bo'ladi. Ya'ni muammo soqovlarda emas, muammo ana shu soqovlarning so'zsiz ayta oladigan gaplarni eshita olmaydigan quloq egarlarda. Biz hozircha mana shu xulosada hikoyaning birinchi qismini tugatamiz. Ikkinchi qismini keyingi mashg'ulotda davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eding. Hozircha xayr, salomat bo'ling.